Ukraina Erondagi urush tugashini kutib tura olmaydi. Zelenskiy. Katta muammo yuzaga chiqdi. AQSh-Eron urushi Xitoyga zarar yetkazmoqda. Katta geoiqtisodiy o'zgarish. Putin Xitoyga yangi taklif bilan chiqdi. AQSh ikki frontda, ichkarida tanqid, tashqarida esa qarorlar kuchaymoqda. Bolalarimga bir tiyin ham yo'q. Ibrohim Tatlisas merosini kimga vasiyat qilganini aytdi. Eron ichida kurash kuchaymoqda. Pragmatiklar va keskin kuchlar to'qnashuvi. Endi nima bo'ladi? Ukraina Erondagi urush tugashini kutib tura olmaydi. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Zelenskiy Yaqin Sharqdagi vaziyat dunyo e'tiborini Ukrainadagi urushdan chalg'itayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, Ukrainadagi jangovar harakatlarni to'xtatish bo'yicha sa'y-harakatlarni faqat Erondagi mojaro yakunlangach tiklash mumkin degan qarash katta xavf hisoblanadi. AQSh bilan texnik muzokaralar davom etayotgan bo'lsa-da, Zelenskiy Eron masalasi yopilmaguncha yuqori darajadagi uchrashuv o'tkazish imkonini ko'rmayapti. U AQSh maxsus vakili Steve Witkoff va Jared Kushner bilan bir vaqtning o'zida ham Eron, ham Ukraina bo'yicha muzokaralar olib borayotganini muammo deb baholadi. Ukraina prezidenti AQShning Yaqin Sharqdagi vaziyatga e'tibor qaratishini tushunishini aytdi, biroq urush davom etayotgan Ukrainani unutmaslik muhimligini ta'kidladi. Ukraina haqida biroz keyinroq gaplashamiz deb bo'lmaydi. Ukraina bu biroz keyinroq deydigan mavzu emas. Ukraina allaqachon katta fojiani boshdan kechirmoqda. Biz bu bilan parallel ravishda shug'ullanish yo'lini topishimiz kerak deydi u. Zelenskiy shuningdek Erondagi mojaro sabab Ukrainaga ayrim muhim qurollar, ayniqsa raketaga qarshi mudofaa tizimlari yetkazib berilishi to'xtaganini bildirdi. Kiyev AQShdagi ishlab chiqarish quvvatlari cheklangani bois bu vositalarni yetarli miqdorda ola olmayapti. Fevral oxirida Rossiya va Ukraina o'rtasida hududiy masalalar bo'yicha muzokaralar to'xtab qoldi. Ayni shu vaqtda Eron bilan bog'liq mojaro AQSh muzokarachilari e'tiborini chalg'itdi. Rossiya o't ochishni to'xtatish uchun Donbass ustidan to'liq nazoratni talab qilmoqda. Zelenskiy esa tinchlik evaziga hududiy yon bosish ehtimolini rad etib, buni katta xato deb atagan. Katta muammo yuzaga chiqdi. AQSh-Eron urushi Xitoyga zarar yetkazmoqda. Xitoy Tramp joriy etgan bojxona tariflariga bardosh bergan bo'lsa-da, Eron atrofidagi urush iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat Xitoyning yirik ishlab chiqarish markazlaridan birida yaqqol sezilmoqda. Ko'chalarda vaqtinchalik ish izlab yurgan fuqarolar zavodlar taklif qilayotgan qisqa muddatli ish o'rinlari oldida to'planib, og'ir mehnat va past daromaddan norozilik bildirmoqda. Xitoy sanoatidagi o'zgarishlar, arzon ishlab chiqarishdan avtomatlashtirish va yuqori texnologiyalarga o'tish jarayoni ko'plab oddiy ishchilar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. O'tgan yil ham Xitoy iqtisodiyoti sekinlashish va ishsizlik bosimi ostida qolgan bo'lsa-da, eksport hisobiga qariyb 5% o'sishni saqlab qolishga erishgan. Shunga qaramay aholi o'rtasidagi norozilik kamaymagan. Endi esa Yaqin Sharqdagi mojarolar ham global iqtisodiyotga ta'sir qilib, Xitoyga zavod buyurtmalari va ish o'rinlari soniga qo'shimcha bosim o'tkazmoqda. Guandong viloyatining Foshan shahrida ishchilarga asosan vaqtinchalik ishlar, plastik mahsulotlar ishlab chiqarish yoki elektron qurilma qismlarini yig'ish taklif etilmoqda. Maosh esa soatiga 18-20 yuan atrofida. Katta geoiqtisodiy o'zgarish. Putin Xitoyga yangi taklif bilan chiqdi. Yevropa bozorini yo'qotgan Gazprom xorijdagi yirik mijozi hisoblangan Xitoy uchun gazga chegirmalar berishda davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, Xitoy 2026-yilda Sibir kuchi quvuri orqali xarid qiladigan gaz Yevropa va Turkiyaga yetkazib beriladigan gazdan 39% ga arzon bo'ladi. Pekin rus gazining 1000 kub metri uchun $258 to'laydi. Taqqoslash uchun Vengriya va Turkiya mijozlari bilan tuzilgan kontraktlarda bu narx $420 ni tashkil etadi. 2027-yilda esa Xitoy uchun narx 1000 kub metr uchun $223 gacha pasayadi. Chegirma esa $113 ni yoki taxminan 33% ni tashkil etadi. Hukumat hujjatlariga ko'ra 2028-yilda Xitoy gazni 1000 kub metr uchun $229 dan sotib oladi. Bu Gazpromning xorijdagi boshqa mijozlarga nisbatan 30% ga arzonroq. 2025-yil Xitoy Gazpromdan 38 milliard kub metr gaz sotib oldi. Bu kompaniya eksportining deyarli yarmiga teng. Umumiy eksport esa 1980-yillar oxiridan buyon eng past darajaga yaqinlashib, taxminan 78 milliard kub metrni tashkil etgan. Yevropa bozoriga eksport 18 milliard kub metrga tushib ketdi va bu SSSRning Avstriya va Italiya bilan birinchi gaz shartnomalari ishga tushirilgan 1973-yildan buyon eng past ko'rsatkich hisoblanadi. 2029-yilga borib Rossiya Xitoy bozoriga gaz yetkazib berishni 52,5 milliard kub metrgacha, ya'ni hozirgi darajadan 3dan 1 qismga oshirishi kutilmoqda, deydi Bloomberg manbalari.
AQSh ikki frontda, ichkarida tanqid, tashqarida keskin qarorlar kuchaymoqda. So'nggi xabarlar global vaziyat ikki frontda keskinlashayotganini ko'rsatmoqda. Bir tomonda siyosiy ishonchsizlik, boshqa tomonda esa urush va texnologik poyga tobora kuchaymoqda. Avvalo Fox News o'tkazgan so'rov natijalari AQSh ichidagi muhitni ochib berdi. Unga ko'ra saylovchilarning 56% Donald Trump ma'muriyatini federal hukumatni boshqarishda yetarlicha malakali emas deb hisoblaydi. Bu ichki siyosiy tayanch zaiflashayotganining aniq belgisidir. Shunga qaramay Trump tashqi siyosatda qaror qabul qilishda davom etmoqda. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, u Eron o'zini yig'ishtirib olishi uchun imkon berish maqsadida o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirgan. Bu qaror urushni vaqtincha to'xtatgandek ko'rinsa-da, aslida bosimni saqlab qolgan holda strategik pauza ekanini ko'rsatadi. Yangi texnologik front esa Belarusdan chiqdi. Aleksandr Lukashenko dronlarga qarshi jangovar lazer tizimi yaratilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu tizim 1,5-2 kilometr masofada dronlarni yondirib yuborish imkoniga ega. Bu bayonot zamonaviy urushlar tobora texnologik darajada o'tayotganini bildiradi. Shu bilan birga, Isroil hududida keskinlik ichki darajaga ham chiqib ketdi. 40 ga yaqin fuqaro chegarani kesib o'tib Suriya hududiga kirib ketdi va keyinchalik hibsga olindi. Bu holat jamiyat ichidagi bosim va tartibsizlik belgisi sifatida baholanmoqda. Harbiy harakatlar esa kengayishda davom etmoqda. Eron Iroq shimolidagi kurd tuzilmalari shtabiga dron hujumi uyushtirdi. Erbil yaqinidagi Xabat hududida sodir bo'lgan hujumda 3 jangari yaralangan. Bu zarba Eronning mintaqadagi qarshi kuchlarga nisbatan faol bosim siyosatini ko'rsatadi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Bolalarimga bir tiyin ham yo'q. Ibrohim Tatlisas merosini kimga vasiyat qilganini aytdi. Turkiyaning mashhur xonandasi Ibrohim Tatlisas butun mol-mulkini farzandlariga emas, balki davlatga vasiyat qilib qoldirishini ma'lum qildi. U bu haqda 22-aprel kuni shifoxonadan chiqayotib, Jumhuriyatga bergan intervyusida so'z ochdi. Bolalarimga bir tiyin ham yo'q. Merosimning hammasini davlatga qoldiraman. Ularning ba'zilari sababli oilamning bir qismi aziyat chekdi. Otam menga pul qoldirmagan. U jigar pishiradigan oshpaz edi. Pulni o'zim topganman. Xohlasam sarflayman. Men ularga juda katta meros qoldirdim, lekin buni anglab yetishmadi. Ibrohim Tatlisas nomi bilan barcha eshiklar ochiladi, lekin ular bundan foydalanishni bilmadi degan san'atkor. Ma'lumotlarga ko'ra, Ibrohim Tatlisasning umumiy boyligi taxminan 150 milliondan 850 million dollargacha baholanadi. Turkiyaning Bodrum va Izmir shaharlarida unga tegishli mehmonxonalar, villalar, kvartiralar, kabob restoranlari, telekanallar va avtomobil parklari borligi aytiladi. O'zini yaxshi his qilayotganini aytgan Tatlisas farzandlarining ba'zilari otaning qadriga yetmagani uchun ulardan voz kechganini bildirgan. Do'stlarim meni yolg'iz qoldirmadi. Izmir va Anqaradan keldi. Barchasiga rahmat. Do'st shunday kunda kerak. Alloh farzandlarimdan rozi bo'lsin, lekin hammasidan emas. To'qcha qizimdan Alloh rozi bo'lsin, lekin A harfini alifbodan o'chirib tashladim. Ya'ni Ahmad ismli o'g'lini nazarda tutmoqda. Ba'zi farzandlarimni shifoxonaga kiritmaslikni men xohlamadim. Ular yuragimda munosib joyda emas. Men otam shunday ahvolda bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmasdim, hatto jonimni berardim. Otalarning qadrini qachon tushunadi bilmayman degan Tatlisas. San'atkor shuningdek davolanishda yordam bergan shifoxona xodimlariga minnatdorlik bildirib, o'zi tug'ilgan ona shahri Shonli-Urfada shifoxona ochishni taklif qilgan. Shonli-Urfada 4,5 sotix yerim bor. U yerda xususiy shifoxona yo'q. Hamma Gaziantepga boradi. Kelinglar o'sha joyni ko'ringlar. Imkon bo'lsa u yerda ham shifoxona ochaylik degan u. Eron ichida kurash kuchaymoqda. Pragmatiklar va keskin kuchlar to'qnashuvi. Endi nima bo'ladi? AQSh prezidenti Donald Trump Eron bilan tuzilgan vaqtinchalik sulh muddatini 26-aprel yakshanbagacha uzaytirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Oq uy bu qaror haqida Isroil tomonini ham oldindan xabardor qilgan. Trump sulh muddatini uzaytirish haqida 21-aprel kuni e'lon qilgandi. Bu qaror Tehron o'sha kuni Pokistonda rejalashtirgan muzokaralarni e'tiborsiz qoldirgani va AQSh talablariga javob bermagandan so'ng qabul qilingan. Oq uy rasmiy ravishda aniq yakuniy muddatni e'lon qilmagan. Prezident matbuot kotibi Caroline Leavittning aytishicha, Trump qat'iy muddat berilmagan va o't ochishni to'xtatish rejimi saqlab turib, butunlay mag'lub etilgan rejimga ma'lum darajada moslashuvchanlik ko'rsatmoqda. Hozirda Washington Eron tomonidan AQSh takliflariga qandaydir javob kutmoqda. Leavittning ta'kidlashicha, Tehronda ichki kelishmovchiliklar mavjud. Ayonki u yerda jiddiy ichki bo'linish bor. Hozirda Eronda pragmatiklar va keskin siyosat tarafdorlari o'rtasida kurash ketmoqda. Prezident esa yagona va aniq javobni kutmoqda degan Oq uy vakilasi.
Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh davlat departamenti mamlakatda aviaqatnovlar qisman tiklanganiga qaramay, amerikaliklarni Eronni zudlik bilan tark etishga chaqirgandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.